Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Men Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti o'qituvchisi Bobixon Muzaffar Ziyatullayevich. Bugun sizlarga biofizika fanida moddalarning biomembran orqali tashilishi mavzusini tushuntirishga harakat qilaman va quyidagi rejalar bizga mavzuni tushuntirishda asos bo'lib xizmat qiladi. Bular membrana transporti, diffuziya, yengillashgan diffuziya va osmos kabi hodisalar mavzuni tushuntirishda eng muhim tushunchalar hisoblanadi. Siz aeroportda yo'lovchilarni o'tkazishdagi xavfsizlik tizimini bilsangiz, aeroportda faqat chiptasi bor insonlargagina ba'zi bir taqiqlangan buyumlarsiz samolyotga o'tirishga ruxsat beriladi. Samolyot kapitani, bort kuzatuvchilari, aeroport xizmatchilari uchun alohida yo'laklar bor hamda ular bemalol ushbu maxsus yo'laklar orqali kerakli joyga tezda o'ta oladi. Oddiy yo'lovchilar esa sekinlik bilan uzun navbatlardan turib o'tadi. Bu ma'lumotni berishdan asosiy maqsad nima? Hujayrali plazmatik membranasi ham aeroport yo'lovchilarni o'tkazuvchi xavfsizlik tizimiga o'xshaydi. Hujayra membranasining tanlab o'tkazish xususiyati mavjud. Bu xususiyat orqali plazmatik membrana ma'lum bir vaqt ichida hujayraga kiruvchi va chiquvchi moddaning turiga qarab uning miqdorini boshqaradi. Tanlab o'tkazuvchining asosiy vazifasi hujayralarning ozuqa moddalarini qabul qilish, chiqindi moddalarni tashqariga chiqarish va atrof muhitdagi turli sharoitlarga qaramasdan barqaror ichki muhitni saqlanishini ta'minlash hisoblanadi. Membrana o'tkazuvchanligi ionlar transporti nima uchun kerak degan savolga quyidagicha javob berishimiz mumkin. Birinchidan, ichki muhit doimiyligi, ya'ni gomeostasni ta'minlash uchun, hujayraning oziqlanishi uchun, hujayraning nafas olishi uchun va boshqa hujayralar bilan o'zaro aloqasini ta'minlash uchun. Membrana transporti biz bo'lib o'rganadigan bo'lsak, quyidagi guruhlarga bo'linadi. Bular passiv transport, aktiv transport, endositoz va ektositoz kabi guruhlarga bo'lib o'rganishimiz mumkin. Shundan passiv transportning o'zi 3 ta: oddiy diffuziya, yengil diffuziya va osmos kabi hodisalarga bo'lib o'rganiladi. Membrana orqali moddalar tashilishning eng oddiy shakli passiv transport hisoblanadi. Passiv transport deganda biz hujayradan hech qanday energiya sarflashni talab qilmaydigan va moddalar membrana ikki tarafdagi konsentratsiya hisobiga tashiladigan transportni tushunishimiz mumkin. Konsentratsiya gradiyenti degani nimani tushunamiz? Bunda biror bir modda yoki molekulalarning tabiiy ravishda konsentratsiya yuqori joydan konsentratsiya kam joyga tarqaladigan, modda konsentratsiyasining o'zgaradigan joyini tushunishimiz mumkin. Passiv transport 3 ga bo'linadi. Bular diffuziya, osonlashtirilgan diffuziya va osmos kabi guruhlarga bo'lib o'rganiladi. Diffuziya jarayonida moddaning konsentratsiyasi butun maydon bo'ylab tenglashgunga qadar modda molekulalari konsentratsiyasi yuqori qismdan past qismga qarab harakatlanadi. Masalan, kimdir xonaning o'rtasida tozalovchi ammiak idishni ochayotgan haqida o'ylab ko'radigan bo'lsak, ammiak molekulalari dastlab shishani ochgan odam turgan joyda to'plangan bo'ladi. Xonaning chekkasida ammiak molekulalari kam yoki umuman bo'lmaydi. Asta-sekinlik bilan ammiak molekulalari tarqala boshlaydi va natijada siz xonaning chetida ham ammiak hidini his qila olasiz. Agar idishning og'zi yopilsa va xona yopiq holatda bo'lsa, ammiak molekulalari butun xona hajmi bo'yicha teng taqsimlanadi. Har qanday turdagi molekulalar bilan ham xuddi shunday ro'y berishi mumkin. Ular konsentratsiya ko'p joydan konsentratsiya kam joyga ko'chib o'tadi. Buni tushunish uchun molekulalar yuqori konsentratsiyaga ega bo'lgan joyni va kamroq konsentratsiyalangan joyni tasavvur qilib ko'ring. Ammiakning konsentratsiyasi yuqori bo'lgan hududdan ammiak molekulalarining konsentratsiyasi kamroq bo'lgan xonaning chekka qismlariga o'tadi. Vaqt o'tishi bilan molekulalarning konsentratsiyasi tenglashmaguncha molekulalarning natijali harakati konsentratsiya ko'p qismdan konsentratsiya kam qismga qarab harakatlanadi. Ushbu jarayonda hech qanday energiya talab qilinmaydi. Aslida konsentratsiya gradiyentining o'zi potensial energiyaning bitta shakli hisoblanadi va bu energiyadan konsentratsiyalarni tenglashtirishda foydalaniladi. Rasmga e'tibor qaratadigan bo'lsak, plazmatik membranadagi diffuziya hodisasi ko'rsatilgan. Dastlab molekulalarning konsentratsiyasi plazmatik membrananing tashqi tarafida yuqori ekanligini kuzatishimiz mumkin. O'sha plazmatik membrana tashqi tarafida yuqori bo'lgan konsentratsiya gradiyent ta'sirida endi asta-sekin molekula ichkari tarafga qarab harakatlana boshlaydi va bu harakat ikkita tomonda molekulalar soni tenglashguncha davom etadi. Oddiy cheklangan diffuziya haqida gaplashadigan bo'lsak, diffuziya alohida molekula va ionlarning tartibsiz spontan harakatiga bog'liq. Molekulalar va ionlar yuqori konsentratsiya tomondan past konsentratsiya tomoniga gradiyent bo'yicha harakatlansa, diffuziyaning bunday turi oddiy diffuziya deb ataladi. Oddiy diffuziyada moddalar membranadan
erigan holatda o'ta oladi. Masalan, kislorod va karbon kabi oddiy molekulalarning membralar orqali tashilishi bu oddiy diffuziyaga misol bo'la oladi. Konsentratsiya gradiyenti orqali amalga oshadigan diffuziya bu erkin diffuziya hisoblanadi. Ya'ni oddiy diffuziya kichik neytral molekulalar suv, kislorod va karbon angidrid va quyi molekulyar og'irlikdagi gidrofobik organik moddalar uchun juda ham ahamiyatga ega. Ushbu molekulalar membranadan konsentratsiya gradienti saqlanmaguncha membrana lipid qavatlari, oqsil-poralar yoki ion kanallar bilan o'zaro ta'sir qilmasdan amalga oshadi. Molekulalar hujayra sitozoli orqali diffuziya natijasida harakatlanishi mumkin va ba'zi bir molekulalar plazmatik membrana bo'ylab tarqalishi ham mumkin. Eritmadagi yoki fazodagi har bir molekula o'zining konsentratsiya gradientiga ega va boshqa molekulalarning konsentratsiya gradienti qanday bo'lishidan qat'iy nazar faqat o'z gradienti bo'yicha tarqaladi. Konsentratsiya gradienti qanchalik kuchli bo'lsa, diffuziyaning shunchalik tez bo'lishini belgilab beradi. Shu sababli ham birgina hujayrada turli xil molekulalar uchun diffuziya darajasi yo'nalishi bir-biridan farqlanishi mumkin. Misol sifatida oladigan bo'lsak, hujayraga diffuziya orqali kislorod kirsa, bir vaqtning o'zida karbon angidrid o'z konsentratsiya gradientiga ko'ra hujayradan chiqarib yuboriladi. Buni siz nafas olish jarayonida yaqqol his qilishingiz mumkin. Osonlashgan diffuziya molekulalarning maxsus tashuvchi oqsil pertuaziyalar yordamida membrana o'tkazilishi hisoblanadi. Osonlashgan diffuziya spetsifik ko'rinishda amalga oshib, oddiy diffuziyadan tezligi yuqoriligi bilan farqlanadi. Osonlashgan diffuziyada pertuaziyalar tashuvchi modda bilan ta'sirlashganda konformatsion o'tkazish orqali membrana o'tkazuvchi kanal hosil bo'ladi. Yengillashgan diffuziya karbon angidrid va kislorod kabi ba'zi molekulalar to'g'ridan-to'g'ri osonlik bilan plazmatik membrana bo'ylab tarqalishi mumkin. Ammo boshqa molekulalar plazmatik membrananing gidrofob qismini kesib o'tishda yordamga muhtoj hisoblanadi. Yengillashgan diffuziyada molekulalar plazmatik membranani kesib o'tishda membrana oqsillari, ya'ni kanal hosil qiluvchi va tashuvchi oqsillardan foydalanadi. Ba'zi bir moddalar oddiy diffuziya yo'li bilan membrana orqali o'ta olmaydi. Ularni membrana o'tishi uchun tashuvchi tuzilmalar ishtirok etadi. Bu diffuziya tashuvchi molekulalar tomonidan yengillashtiriladi. Shuning uchun bunday diffuziyani biz yengillashgan diffuziya deb ataymiz va yengillashgan diffuziyada aytganimizdek, demak tashuvchi oqsillar yoki ion kanallar ishtirok etishi kerak. Ushbu molekulalar o'z konsentratsiya gradientiga ega, shuning uchun ham ular hujayra ichkarisiga, hujayra tashqarisiga tarqalish potensialiga ega. Ammo ular zaryadlangan yoki qutblanganligi sababli ushbu oqsillar yordamisiz membrananing fosfolipid qismini kesib o'ta olmaydi. Yengillashgan transport oqsillari ushbu molekulalar membrananing gidrofob yadrosidan o'tishlari mumkin bo'lgan yo'lni ta'minlaydi. Yengillashgan transport oqsillarining ikkita asosiy guruhi kanal hosil qiluvchi va tashuvchi oqsillar guruhiga bo'linadi. Membrana o'tkazuvchanligiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, oddiy diffuziyada demak maxsus oqsillar ishtirok etmaydi. Bunda karbon angidrid, kislorod kabi gazlarning, benzin kabi, spirt kabi moddalarning membrana orqali o'tishi bu oddiy diffuziya yo'li bilan amalga oshadi. Yengillashtirilgan diffuziyada esa moddalar demak membranadan o'z kuchi bilan o'ta olmaydi. Shuning uchun ham ularni o'tish uchun maxsus kanallar ishtirok etishi kerak bo'ladi. Kanal hosil qiluvchi oqsillar membranani qamrab oladi va membrana nishon molekulalarning diffuziya orqali o'tishiga imkon beruvchi gidrofil tunnellarni hosil qiladi. Kanallar o'ta tanlovchan bo'lib, faqat bitta molekulani qabul qiladi. Kanal hosil qiluvchi oqsillar yordamida membranani kesib o'tish qutbli va zaryadlangan moddalar plazmatik membrananing gidrofob qismi tomonidan sekinlashtirilishi yoki to'xtatib qo'yishining oldini oladi. Muayyan bir molekulaning membrana o'tishiga tunnel hosil qilib yordam beradigan kanal oqsil tasviri bu yerda ko'rsatilgan. Aynan bu yerda moddalarning o'tishi kanal orqali ro'y berishi tasvirlangan hisoblanadi va bu aynan yengillashgan diffuziyaga misol bo'ladi. Bundan tashqari akvaporinlar, ya'ni kanal hosil qiluvchi oqsillarning bir turi bo'lib, ularning asosiy vazifasi membrana orqali suvning o'tishini ta'minlash juda katta ahamiyatga ega. Ayniqsa bu oqsillar o'simlik hujayralarida, qizilqon tanachalarida va buyrakning ayrim qismlarida peshob sifatida tanaga chiqib ketadigan suv miqdorini kamaytiruvchi qismlarda nazarda tutilyapti. Juda ham muhim rol. Tashuvchi oqsillar yengillashgan transportda ishtirok etuvchi transmembran oqsillarning yana bir sinfi tashuvchi oqsillardir.
Tashuvchi oqsillar nishon molekulaning membrananing bir tomonidan ikkinchi tomoniga o'tkazish uchun shaklini o'zgartirishi mumkin. Membranada kanal hosil qiluvchi oqsillar kabi tashuvchi oqsillar ham bir yoki bir nechta molekulalarga nisbatan tanlovchan bo'ladi. Nishon molekulaga bog'lanishiga javoban bu oqsillar o'z shaklini o'zgartiradi. Shaklini o'zgartirish natijasida harakatlanish natijasida molekulani membrananing qaram-qarshi tomoniga olib o'tadi. Yengillashgan diffuziyada ishtirok etadigan tashuvchi oqsillar gidrofil molekulalarning shunchaki mavjud konsentratsiya gradienti bo'yicha o'tishiga yo'l yaratadi xolos. Kanal hosil qiluvchi tashuvchi oqsillar materiallarni turli tezlikda tashiydi. Umuman olganda, kanal hosil qiluvchi oqsillar tashuvchi oqsillarga qaraganda molekulalarni tezroq tashiydi. Buning sababi esa kanal hosil qiluvchi oqsillar oddiy tunnelga o'xshaydi. Tashuvchi oqsildan farqli o'laroq, ular molekulalarni harakatga keltirganda har safar shaklni o'zgartirishi yoki qayta tiklashi shart emas. Odatiy kanal hosil qiluvchi oqsillar sekundiga 10 millionlab, tashuvchi oqsillar esa sekundiga 1000 yoki shunga yaqin bo'lgan raqamlarda molekulalar tarqalishini yengillashtirishi mumkin. Osmos mexanizmi. Agar erituvchi bilan eritma o'rtasiga yarim o'tkazuvchi parda qo'yilsa, bu membrana orqali erituvchi zarrachalari eritmaga o'tib, uni suyultira boshlaydi. Erituvchi zarrachalarning yarim o'tkazuvchi membrana orqali o'tish jarayonini biz osmos jarayoni deb ataymiz. Erigan modda molekulalari yarim o'tkazuvchi membrana orqali o'tolmaganligi sababli unga urilib ko'rsatadigan bosim osmotik bosim deb ataladi. Bu bosim ta'sirida yarim o'tkazgich membrana yetib ketishi ham mumkin, chunki eritma yetarli darajada konsentrlangan bo'lib, yarim o'tkazgich membrana chidamli bo'lmasa, bu vaqtda vujudga keladigan osmotik bosim bir necha 10 hatto 100 atmosferagacha yetishi mumkin. Agar tajriba uchun ikki xil konsentratsiyali eritma olib, ular o'zaro yarim o'tkazuvchi membrana orqali birlashtirilsa, erituvchi konsentratsiyasi ko'proq eritmadan konsentratsiyasi kamroq eritma tomon harakatlana boshlaydi va ikkala eritmaning konsentratsiyasi tenglashishi bilan osmos hodisasi to'xtaydi. Ya'ni bu paytda yarim o'tkazuvchi membrana orqali suyuqligi ikki tomoniga o'tish tezligi tenglashadi va dinamik muvozanat qaror topadi. Lekin bu yerda suyuqlikning miqdori ikkita o'sha membrana tarafida ikkita tomonga ajralib qoladi, ya'ni miqdor jihatdan har xil bo'lib qolishini kuzatishimiz mumkin. Mavzuni o'rganishda quyidagi adabiyotlardan foydalanishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.